Gol. Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor gol. Bravo. Oston bir o'zi solo yurish bilan yakunlayapti. Mana nega har bitta murabbiy ishlayotganda terma jamoamizda Oston O'runov sog' paytida uni asosiy tarkibga tushiradi. Chunki u mana shunday yurishlarga jur'at eta oladi va masalani hal qila oladi. Fantastik gol kuchli jamoa darvozasiga va mana muxlislar E'tiborga olib to'xtadi. narigi ikkita yarim final, ya'ni